yaxshi o'tiribsanmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu sovg'alarni senga oldim. Voy, rostmi? Nimaga? Ochib ko'r. Internetda ko'rgan kiyimlarim-ku. Shunga mos sumka ham oldingizmi? Sen bundan ham zo'rlarga arziysan. Rahmat dadasi. Bu kiyimlar endi menga. Hammasi senga? Endi xohlagan odamiga beraman. Kimga bermoqchisan? To'g'risini aytsam, singlimga. Anchadan beri durustroq kiyinganini ham bilmayman. Shunga yordam bo'lsin degandim. Mayli, sumkani olib qolaman. Mayli, keyin safar yana sovg'a bermadingiz deb yurmagan. Sizni pullaringiz ko'p-ku. Ro'za oyida yordam bersak beribmiz-da. Xo'p, meni qornim och. Ovqatingiz tayyor, hozir sizaman. Onasi bo'lib qoldingmi? Ha, bo'ldi. Singlimni ham chaqirdim. Birato'la boyagi kiyimlarni olib ketadi. Shu kiyimlarni Yandexdan ham berib yuborsang bo'lardi, o'zimiz ovqatlanardik. Birga iftorlik qilamiz dadasi. Hech narsa qilmaydi. Ha, xo'p, bo'la qol. Hademay kelib qolsa kerak, oling. Assalomu alaykum aka. Yosh, singlim. Nima qilyapsan bu yerda? Kel o'tir. Assalomu alaykum kenay. Va alaykum assalom, keldingizmi? Keling. Yaxshimisiz aka? Kenay tizimsiz? Nimalar qilib yuribsan bu yerda? Sen singlim keladi deganding. Ha, endi sizni singlingiz, meni ham singlimda. To'g'rimi? Ha aka, kecha kenay qo'ng'iroq qilgandilar. Aka sizga katta sovg'a olib qo'ydilar. Iftorlikka keling, ham sovg'ali bo'lib ketasiz, ham iftorlik qilib ketasiz degandilar. Ha, Kumushxon, rostdan sizga deb sovg'a olganlar. Bunisi ko'ylak, bu esa ko'ylakga mos oyoq kiyim. To'g'ri kelsa kerak. Qadrshoningiz sog' bo'lsin. Kunlaringiz ko'p bo'lsin. Oqibatimizga ko'z tegmasin akajon. Rahmat. Topgan-tutganingizga baraka bersin. Onasi, senga rahmat. Voy, kenayimga emas, sizga rahmat. Ha, sizga rahmat.